tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tasanmi, qaysi birini tanlaysan bizdan so'raydi. O'shanda siz o'zingizga kerakli bo'lgan bo'lib tanlaysiz. Gadjetini tanlaymiz. Ko'rib turganingizdek, bizda oyna ochildi. Xuddi mana shu oynada siz hamma hisob-kitoblaringizni, kirim-chiqimlaringizni naqd pul klik orqali to'lovlarni amalga oshirasiz. Soliq organi ham o'sha yerda shu ilovangizga tushgan pul hisobidan, savdo hisobidan avtomat 1% hisoblab o'zlari yechib oladi. Ko'rib turganingizdek, mana ko'rsatib o'tilgan bizda hozir оборот 0 so'm 1 milliardgacha оборот limiti berilgan. 1 milliarddan oshsangiz, u avtomat endi to'lovchi bo'lib ketasiz. Siz Paynet xolis ilovasi sizga u shart bo'lmay qoladi. 1 milliardgacha bo'lgan yakka tadbirkorlar uchun faqat bu ilova ishlab chiqarilgan. Xo'p, siz savdo qildingiz, naqd pulda savdo qildingiz. Siz 100 mingga savdo qildingiz. Endi siz o'sha 100 minglik naqd pulni men savdo qildim deb bankka borib inkassatsiya qilishni o'rniga mana bu joyda naqd pulda kirim degan joyni bosasiz. O'sha joydan summani yozasiz. O'sha 100 ming yozasiz va to'lovni qabul qilish chiqadi. Mana pastroqda to'lovni qabul qilish bosganingizdan keyin to'lov qabul qilinadi, chek shakllanadi. Siz u chekni xaridorga SMS tarzida yuborish yoki Telegram orqali yuborish chiqadi. O'shani tanlab, o'zingizga qulay bo'lgan tarzda o'sha xaridorga chek berasiz. Xaridor kelib, sizdan menda karta bor, kartadan yechib olgin, men karta nimadan terminaling orqali desa, siz o'zingizdagi mana onlayn karta yoki o'zingiz hisob raqamingiz ochilgan bankdan karta raqam ochtirgan bo'lasiz. O'sha karta raqamga orqali ular klik qilib to'lasa ham bo'ladi. Xohlasa sizda mana bu joyda QR kod shakllanadi. Mana tugmani bosasiz o'rtadagi. Mana shu QR kodni skaner qilib, xaridorlar o'zidagi qo'lidagi telefonidagi Payme bormi, Klik bormi, qanaqa to'lov ilovalari bo'lsa, bank ilovalari bo'lsa, o'shalar orqali kirib, skaner qilib to'lov qilsa ham bo'ladi. Bu QR kod orqali to'lov qilsa, to'lov to'g'ridan-to'g'ri sizning bank hisob raqamingizga tushadi. Sizni kartangizga tushmaydi, sizni naqd pul nima qilib ko'rinmaydi sizda. To'g'ri bankingizga tushadi. Siz u bankda hisob raqamingizga tushgan pullarni bemalol ishlatishingiz mumkin, оборот qilishingiz mumkin. Tovar sotib olish uchun, boshqa o'zingiz boshqa ehtiyojlar uchun ishlatishingiz mumkin. Orqaga qaytamiz. Mana o'rtadagi NFC degan joyda hozirgi onlayn ishlaydigan kartalar bor. O'sha kartalar orqali to'lov amalga oshirsa ham bo'ladi bemalol. Hisob chiqarish tugmasini bosamiz. Bu bo'limda bizga hisob raqamimizga tushgan pullar jami dekabr oyi davomida tushgan pullar, to'langan pullar, bu yoqda sursak, bekor qilingan pullar chiqib keladi. Tushumlar tarixi bor pastroqda. Tushumlar tarixini bosamiz. Hammasi naqd pulda tushum, QR kod orqali savdo qilingan tushum, biz chek berganimizdagi cashback tushumlari va shu kabilar ko'rishingiz mumkin. Pastroqda hujjatlar bo'limi bor. Ko'rib turganingiz, hujjatlar bo'limiga kirsangiz, sizga tegishli bo'lgan guvohnoma, berilgan cheklar va ommaviy oferta shartnomasi, hammasi mana Paynet ilovi bilan shartnoma bu. Hujjatlaringiz turadi. Endi bu ilova haqida to'liqroq ma'lumot beramiz. Bu ilova kimlar uchun? Bu ilova
yatslar uchun aylanmasi 1 milliarddan oshmaydigan